Qo'shnim qizi. Yoshlikdan ham jo'rizi cho'p to'g'ri shaytonladi. Ha, bo'pti. Xiyonat, qayerga ketyapsan? Qo'shniga uylangan burnimdan buloq bo'laman deyman. Bizning uy bunisiku. Voy, o'zi adashib ketibman. O'tgan safar ham ayamga deb pambaq ko'ylak berib yuborsam, adashib ketibman deb o'zingda ayamga berib chiqsan. Jo'londa to'g'ri jiramaysan, men endi gapirganga o'layman. Muzabti xotini bir oyga arazlab ketib qopti. Malodessin, hech arazlab uyingga ketmaysan, ha? Arazlab ketib o'laymi uydan chiqolmay? Nima uydan chiqolmay ekansan? Uydan chiqsam hovlingizda yo sizni yo ayangizni ko'raman-ku baribir. Aya uylaringizga mehmon bo'lib keldim. Yarim soat oldin kelib ketuvding-ku, seni erga berpan quturmaymanmi deyman. O'rtadagi devori buzib, biz hakida yashab qo'yag'ay ondan ko'ra. Bitta menman desam shipillab kelib ketishdan ayasi ham bezar-ku. Bu narsa Lubboy do'konlarda, bozorlarda bor. Kerak bo'lsa Lubboy viloyati magazinlariga kirib, tursichali, chekako taglilaridan bering desa beradi. Vobshe zo'r taglif. Chekako, quruq, qulay, tejamkor, o'zidan pullarga sotib olsalangan bir joylarni kuyib ketmaydi. Hovliga chiqib nomcha baqiras. Ya'ni shopilda akang bilan qurumsaq yangang eshitsin deyapman. Har ikkina sizlar zo'r taylik ishlatasizlar-da, ikkita berib turingizlar, bizlar tog'olmayapmiz deb bahana qilib keladi. Puliga sotib olsin. Chipirib olyapman men pulni. Baliq qidimi? Ayamlar unga bilan baliq pishiryapti-yu. Shipet chiqib kelay. Indamay uyda o'tir. Ye, onang. Ha, kuyov. Onang ashi tilli ayol-ku. Ayangga o'xshasang bo'lmaymi demoqchiman, Mazza qilib so'gilmaysan ham, ayas hammasini eshitib o'tiradi. Qo'shniga ham uylanasanmi, O'ylay, gavkalla.